Assalomu alaykum, hurmatli Xonqiz o'z YouTube kanalimiz a'zolari hamda kanalimizning aziz mehmonlari. Biz Farg'ona tumani Mindonobodamiz. Xuddi shu Mindonobod hududida sotiladigan 10 sotixli tomorqani sizlarga e'tiborlaringizga havola qilamiz. Albatta, layklarni bosib, izohlarda o'z fikr munosabatlaringizni yozib qoldirishni unutmanglar. Narx to'g'risida ham yozib qoldiringlar. Xo'p, demak, tomorqaga kirish joyi mana shunaqa yo'l qilingan. Chegara, yo'l chegarasi mana shu beton siniqlarning o'rnidan chegara bo'ladi. Xuddi shu joydan yo'l ketadi. Birgalikda ketdik. Xullas, mana shu joydagi tomorqa sotiladi. 10 sotixli tomorqa devorda orqasida. Hozir batafsil devorda orqasiga o'tib turib, sizlarga ko'rsatamiz. Mana shu devorda orqasida 10 sotixli tomorqa bor. Yo'lini ko'ryapsizlar. Yo'l ozroq 4 metrmikin yo'l kelib turib, keyin bu tomoniga qarab turib, bu yoqqa kelgandan keyin anchagina kengayib ketgan. Ko'ryapsizlar, yo'l ancha keng. Xohlasangiz yo'lni o'z holicha qoldirishingiz mumkin, xohlasangiz bu yoqqa surib olishingiz mumkin, lekin 10 sotixli tomorqa sotiladi. Xullas kalom, devorda ortidagi manzarani, tomorqaning ichini quruq yer, endi xolis daraxtlari bor, daraxtlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Xullas, boshdan oxirigacha ko'ringlar. Chegara mana shu joydan boshlanadi. Mana shu joy chegara. Demak, o'ziga tegishli bo'lgan hovlini, dala hovlini, yer uyni, hovli joyda yarmini sotishyapti. Turar joy hisobida 10 sotixlik. Xuddi mana shu joydan boshlab oxirigacha boradi, o'sha devorgacha boradi. Devorda u tomonida yo'l kelgan, hozir ko'rsatgan yo'limiz devorda u tomonidan turib sizlarga video olgandik boshida. Hozir bu ikkinchisi. Demak, davomi. 10 sotixli tomorqa, turar joy, hamma hujjatlari bor. Gaz, suv, svet, ayniqsa gaz masalasida Mindonobodda umuman muammo yo'q. Buni bilganlar biladi. Albatta, Mindonobodda 10 sotixli tomorqa sotiladi. Quruq yer, daraxtlari bor albatta. Qurigan daraxtlar olib tashlanaveradi, lekin daraxtlar qosimsiz qoladi, o'zi olib tashlanaveradi, tekizlab beriladi. Bu devorda orqa tarafda tupik yo'lda oxiri yo'l qilingan. Katta yo'lni bo'yiga yaqin. Shuning uchun yo'l qilingan. Mana shu devorda orqa tarafi ponni yo'l. Kengina yo'l qilingan. Xohlasangiz mana shu tomonga qarab turib, tomorqani kun botarga yoki kun chiqarga yoki ikkala tomondan bir-biriga qarab turib, bemalol imoratni solishingiz mumkin. Narxini aytib o'tikaman. Narxi shikalat bo'lgan, shikalat narx, lekin oxirgi sotiladigan bo'ladigan narxini aytib qo'ya qolishdi. Xudo xolasa, mana shu 10 sotixli turar joyda har bir sotixini 3000 AQSh dollaridan baholashyapti. 3000 dollardan sotiladi 10 sotixli. Shoshilib qolinglar. Mindonobodda bilasizlar, uylar narxlarini, turar joylarda yerlar narxlarini bilasizlar. Turar joy hisobida kadastri hamma hujjati joyida bo'lgan 3000 dollardan 10 sotixli yer sotiladi. Mevalari ham, daraxtlari ham mevaga kelgan, albatta. Uriklari ham qiladi mana. Albatta, xurmolari ham tayyor mevaga kelgan, xohlasa. Bemalol murojaat qilaveringlar. Quyidagi telefon raqamlariga. Albatta, shoshilib qolinglar, albatta xaridori ko'p. Ko'rib turganlaringdek, mana shu tomorqaning ichimlik suvi bor. Mana shu joydan bemalol tortib olib borib olishlaring mumkin bo'ladi. Mindonobodda suv yo'q demanglar, mana shu suvdan bemalol olib borib olishlaring mumkin bo'ladi va mana bu ariqdan ham oqova suv keladi. Bemalol uyni sug'organi, mana shu tomorqani suv, daraxtlarni sug'organi, ekinlarni sug'organi ishlashlaring mumkin. Xo'p, xuddi o'sha Mindonobodning domlarini oldidamiz, xohlasa, yo'l asfalt. Endi hozirgi ko'ringan joyim bor-ku, o'sha joyga ulanadigan joy, mana shu asfaltdan kirib boramizda, hozir asosiy ko'chaga kiramiz. O'sha turar joy, sotiladigan turar joy bor ko'chaga kiramiz. Xuddi shu asfalt yo'ldan asosiy yo'lga juda ham yaqin joyda 10 sotixli yer sotilyapti. Hozir ko'rib o'tganimiz o'sha ko'cha, mana bu yo'lda oxiridagi ko'cha hisoblanadi. Men yurib keldim-ku boshida. O'sha mana shu yo'lda oxiridagi ko'cha hisoblanadi. Xudo xolasa, yo'lga, katta yo'lga yaqin. Oxirida shikalat narx bo'lyapti, narxi ham.